Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 136-hadis. Nuaym Mujmirdan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra bilan masjid tepasiga chiqdim. U tahorat qildi va bunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mening ummatim qiyomat kuni tahoratining asaridan peshona va oyoq qo'llaridan oppoq nur taralib turgan hollarida chaqiriladi. Sizlardan kim nurini uzaytirishga qodir bo'lsa, shuni qilsin deganlarini eshitganman dedilar.